Assalamualaikum Avtocenter podpисчиклari. Navoda hozir 2021-yilda ishlab chiqargan avtomat ko'rikka robotimiz sotib qo'ydik. Mashinamizga pokoleniya metan o'rnatilgan. Motorlari sayrab turibdi. Prostoy diska, top-toza yumshoq balonlar qo'yilgan. Birinchi krelining yuzida pitnosi bor, boshqa mer родной. Любой usta tekshirib ko'rishingiz mumkin. Afishkalar ham yana yaldirab turibdi. Chexol, qora rezinka poliklar qo'yilgan. Maytafon ABS narsasi bor, даже video registrator, antiradarli xili radarlarni aytadi. Hamma narsasi tayyor holda mashinamizni. Qaranglar, bu bahaga lekin mexanik kobalt ham bermaydi. 127 million so'm bo'lsa, naqd pul beramiz. Ikkilamchi kreditga qiziquvchilar e'tibor etinglar. Pasport 4 million so'm pul keksangizdan mashina pulni adlaringiz o'tib ketadi. Manzil Xanka yo'lida 9-oxiri Avtocenter Kapital Bank.